To'ylar muborak bo'lsin. Otajon, umringiz uzoq bo'lsin. Shunaqa farzand tarbiya qilganingiz uchun eng avvalo sizga rahmat. Chunki biz ilk davraga kelib o'tirganda akam shunday kelib, "Opa, meni otam borlar, otam duo qilsinlar, men otamdan o'tib duo qila olmayman" dedilar. Shunaqa solih yigitlarimiz ko'p bo'lsin. Belida belbog'i bor. Nega belida belbog'i bor? Chunki otalari, oilalarining ustuni bor. Otajon, sizning umringiz uzoq bo'lsin. Siz kam bo'lmang. Asqar akam boy insonlar. Chunki sizga o'xshagan insoni bor. Bundan ortiq boylik yo'q. Bir inson aytar ekan: "Oshna, men boyman. Men juda zo'rman. Men hali yosh bolaman" degan ekan. Nega yosh bolasan? Sen 40 ga kirding. Seni yoshliging qoldimi? Seni farzandlaring katta-katta. Sen ulg'ayding, sen ham ota bo'lding, yaqinda qaynota bo'lasan inshaalloh desa, "Yo'q, men yosh bolaman. Chunki meni orqamda otam bor. Men otam borligi uchun hali ham yoshman. Chunki har qanaqa joyga borsam orqamdagi tog'imni eslab turaman. Uyda meni tog' kutadi, ustim kutadi, otam kutadi" der ekanlar. Oradan yillar o'tib, akamizning otalari olamdan o'tib qopti-da. Yana haligi ikkita oshna bir joyda o'tirib, maza qilib choy ichib turganda, "Oshnajon, endi men ulg'aydim. Chunki meni tog'im ketdi, suyanganim ketdi. Endi oilani ustuni men bo'ldim. Hamma tashvish, hamma yumush meni yelkamda, meni gardanimda bo'ldi" deykan. Asqar aka o'shaning uchun boylikni bir xilla boyman deb kerilib yuradi-ku, yo'q. Boylik pulda emas, davlatda emas. Milliard pullari bor odamlar yig'lab yuradi. Qaniydi bitta telefon qilsam, "Otajonim, onajonim" telefonni ko'tarsaydi, "Otajon, yaxshimisiz" deb holidan xabar olsaydim deydi. Bilasizmi? Otaga zorlar qancha? Mehriga zorlar qancha? Pul bilan boy bo'la olmaysiz. Qachonki otangiz, onangiz tirik bo'lsa, farzandlaringiz oldingizda chalqilab o'ynab yursa, tirnoqqa zorlar bor, to'y qilaman deb to'y qila olmaydi Asqar aka. Chunki Alloh unga tirnoq bermagan. Tushunyapsizmi shuni? Alloh unga chiroyli mana shunday go'zal farzandlarni bermagan. Lekin milliard puli bor. U inson boy emas. Siz dunyodagi eng badavlat, kelsa milliarder insonsiz. Hech qachon kambag'al bo'lmang. Pulingiz ko'p bo'lsa, eng avvalo eng zo'r go'sht. O'sha mana Angorada cho'ponchani zo'r qiladi, namunada cho'ponchani zo'r qiladi. Biz cho'poncha uchun namunaga kelamiz. Ana shu chiroyli cho'ponchalarni eng avvalo otangizni olib borib yediring. Duolarini oling. Zero hech qachon kambag'al bo'lib qolmaysiz. Xazinangizga xazina qo'shiladi, boyligingizga boylik qo'shiladi. Bitta qo'shiq aytib bersam maylimi, otasi borlarga, otasi yo'qlar bo'lsa, bitta qarsik chalib olsalaring, ha?